Assalomu alaykum, hurmatli Nurmebel obunachilar. Mana xudo xolisa yana bir ishimizni Kapalak Fosondagi ishimizni qora ranglisini Sharxon tumani Gul qishloq mahallasiga olib kelib o'rnatib berdik. Razmerlari 4.30 ga 2.30, komplektida 3 ta taburetkasi, jurnalning stoli va 4 ta bolishi bor. Xudo xolisa mana ko'rishingiz mumkin. Chaklari ham o'ta tekis qilib ishlangan. Xudo xolisa sifatlari a'lo darajada. Ko'rishingiz mumkin. Dekorlari ham, biyoqlari ham, chaklari ham xudo xolisa o'z joyida qilib ishlangan. Ularimiz ichlari 100% sasni yog'och, pampers prujina ham to'liq qilib qo'yilgan. Shu oxiriga qilib qo'yilgan. Boshdan oxirigacha pampers prujina bo'ladi. Lekin ko'pchilik so'rayapti-mu, taburetkasida ham pampers prujina bormi deb. Taburetkasida pampers prujina bo'lmaydi. Macharkani o'zi bo'ladi bunisida. Pampers prujina bo'lmaydi bunisida. Ana orqalari ham o'zini materialda yopilgan. Bu salapanni xolisinglar olib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Olmasdan shu holatda qo'yib qo'ysanglar ham qachonki bir yirtilib, yomon bo'lib, shunaqa bo'lib ketganda olvarsanglar polni. Yana ishi mebelinglar yangi holatda ko'rinib turaveradi. Unga davurlikki, mana shu holatda ishlatib tursanglar ham bo'laveradi. E'tiboringlar uchun rahmat. Nomerlarimizni qo'yamiz. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Xudo xolisa. Ko'rishingiz mumkin, jurnalliklari ham 6 oylik baquvvatidan bo'lgan, xudo xolisa bemalol xizmat qiladigan. E'tiboringlar uchun rahmat.